Rossiyada mehnat muhojirlarga qolish muddatini patentga bog'lashmoqchi. Rossiyalik millatchi Kabanov Putindan gap eshitdi. Primorskiy krayda mehnat muhojirlarga 88 ta sohada ishlash endi taqiqlanadi. Moskva va Piterda kuryer mehnat muhojirlarga nisbatan katta reydlar bo'lib o'tdi. Pik va Yandex mehnat muhojirlarini noqonuniy sxemalar orqali ishga olganligida ayblanishdi. Moskvada farzandi bilan ishlayotgan mehnat muhojir kuryerni videoga olishdi. Moskvaning hokimi Sobyanin mehnat muhojirlarga qarshi chiqayotgan mahalliy aholiga o'z fikrini bildirdi. Birinchi yangilik, Vladimir Putin Rossiyaning odamlarning haq-huquqlarini himoya qilish kengash a'zolari bilan uchrashganligiga tegishli. Aynan shu uchrashuvda millatchi Kabanov, bu akamiz ham bu kengashning a'zosi, Putinga migrantlar haqida, aynan satechniklar haqida o'z fikrini bildirdi. Дело в том, что те, кто не собирается, не разделяет наши ценности и не собирается интегрироваться, их видно сразу. Ну, сразу видно. Потому что если наши спецслужбы могут провести проверку определенных интересов, ну, по интересам, да, как вы знаете, сейчас проверяют и соцсети, и прочее, мы сразу увидим людей, достаточно ориентированных на, скорее всего, враждебную идеологию в отношении России. Кирилл Викторович, вот вы говорите, да, я с вами полностью согласен на таком вот бытовом уровне. Но я полностью разделяю все, что вы сказали, ну, просто как гражданин России. Но руководствоваться вот этой формулировкой, которую вы сейчас предлагаете, их, как вы сказали, сразу видно, при принятии административных решений сложно. Xullas, bu akamizning g'oyasi bu odamlarni shu ko'rinishidan aniqlab, kim vatandosh emas, kimga RVP berish, kimga RVP bermaslik, aynan ko'rinishidan hal qilish haqida Putinga gapirdi. Lekin Vladimir Putin o'zi tegidan huquqshunos, yurist va qarang qanaqa bir chiroyli qilib javob qaytardi Kabanovga. Albatta bu gaplarni o'rab, nima deydi, tog'dan tushib, paxta qo'yib gapirdi Putin. Lekin shu rus tiliga tarjima qilsak, sen gapirayotgan gapingni o'zing tushunyapsanmi deb u gapni qaytardi Kabanovga. Xullas, yana bir Kabanovning g'oyasi Rossiya hukumatida o'tmadi, Xudoga shukr. Keyingi yangilik Rossiyaning Dumasidan keldi. Bu yerda hozir bir qonun ko'rib chiqilmoqda. Bu qonunga binoan 2026-yilda Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarni shu Rossiyada yurish muddati migratsion karta registratsiya emas, balki patentga tegishli bo'ladi.